الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetlik qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 176 oyatiga keldik. Allah subhanahu va taala oyatda shunda deydi: "Estaizu billah va la yahzunkallazina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha shay'a yuridullahu alla yaj'ala lakum hazzan fil akhirati va lahum azabun azim." İlgirki oyatda esimizde bor. Uhud urushining davomi mu'minlar bilan müşriklar o'rtasidagi bir cho'ng jangda uchrashish. Din keyinki mu'minlar o'zining xatoligini tunib, o'zining qaysi sabda kim tarafda ekanligini va bu tarafning prinsipining nima ekanligini bilgandan keyinki tutgan pozitsiyasi, shaytonning bularga qilgan vasvasalarininki bularga aksi ta'sir berganligini, yani imanını texmi kuchlantirish orqali shaytonga bir tegishlik javobni berganligini biz o'qib o'tgandik. Endi mushu asnoda mu'minlar, musulmonlar sepedagi bir bo'lak kishilarningki ba'zi ishlari mu'minlarni, xususan payg'ambar alayhisolatu vasallamni favqulodda uzdi. Yani munofiqlarning demakchi. Munofiqlar jangning dastlabki davrida o'zini biroz qanaq qilib qolgan, o'zini biroz yushirib, sharakatlari oshkor emasdi. Shunda jangda musulmonlarning mag'lubiyat yepchuqrangandan keyin kallas qanday balki musulmonlar mushuni bilan tugudi bular, tüp yıldızdan qurdi bular deb o'zining abdi bashirisini oshkorlab, burunqi musulmonlarning yenidan, musulmonlarning sepidan ya ağan ahvoli qolmadi. Kuparlığı yıqillashdi. O'zini oshkorladi vaqtda. Darhol a tarafga yugagili boshladi da bular. Bularning bu ahvoli Rasulullahni uzdi. Rasulullahni uzishi qandaqdir? O'zga olgan ishonchining ya o emas. Rasulullah bir rahmat payg'ambari. Rasulullahning Alloh qo'ygan ishonchisi, nurg'un ishlarni biz bilmagan, biz ko'rmagan ruhlarni ko'raklik bilaglik. Qilchilar karanmaydi. Nima uchun uzidu? Chunki payg'ambar alayhisalom rahmat payg'ambari bo'lishidan o'zining ummatining ichidagi har qanday bir shaxsningki haqdan yiroqlashishi Rasulullohni uzidu. Bu Qur'onda hozirgi oyatda Alloh shuni Rasulullohga qana qilib xitob qilib deydi: "Kufr tarafga, kufrning ichiga oldirib, o'zining aslidagi mu'minlar sepidan ya olgan tarafidan chiqib Kuffarlar tarafga yugagan kishilarning bu qilmishi sizni üzmesin. Sizni g'amga tushamisin." Oyatning ma ifodasiga diqqat qilinglar. Innahum la yadurulloha shay'a. Allohga hech qanday ziyon solmaydi. Ya'ni masala siz bilan ularning o'tirdagi masala emas. Masala ular bilan Allohning o'tirdagi masala. Siz o'zingizning buningga. Allah ularga oxiratda hech bir nasibi bermaslikni iroda qildi. Ularga buyuk azob badavatdi. Allah subhanahu wa ta'ala Uhud urushi orqali mashta arvatdi. Masalani bu qadar oydinlashtiradi. Yani nima desa bu urush siz bilan bular o'tirishga urush emas. Yuz bergan har hodisa sizga qartilgan hodisa emas. Bu urush Allah bilan Allohning dushmanlarining o'tirdigan urush. Bu maydon Allah bilan Allohning dushmanlarining o'tirdigan maydon. Şunlaşqa ba'zilarning qilgan bu qiliqi, xiyonati, nifoqligi hech üzmüsün sizni. Chunki masala siz emas. Masala Allah. Bular o'zining qarshisiga sizni emas, Allohni oladi. Shu oyatda la yadurrulloha shay'an. Allohga hech zarar solmaydi deyki, sizga zarar solmaydi demadi Qur'onda. Yani mu'minlarni, Rasulullahni ikki tarafning bir tarafidan chiqaribdi. Chunki haqiqiy mu'minlar o'zining kimligini, yo'lning prinsipini tushungan vaqtda mu'minlarning o'zi ikki tarafning birisi emas.
bir taraf Allah, yani bir taraf Allah'ın düşmanları. Müminler dese şu Allah'ın bu yoluga, yani Allah'ın bu yoludaki Allah'ın askerleri xalas. Allah'ın hükmünü icra kıladigan vekiller xalas. Şuңашqa ayet inip dedi. Bular sizge ziyan salanmaydı, zarar yetkazmaydı demedi. Sizlarga demedi. Allah'a da'vatıdı. Yani bu yerdeki can müminler bilen küparda oturuşdagi can emas. Çünkü meseleni biz ilgili ders degandek, mesele müminlerdeki insanlık tarihini çıkıp ketdi. Müminler bu vaqtda ilahi yolunun temsilçileri. Rabbani yolunun temsilçileri. Uruş ilahi menhecilen küpürünün oturdu buluvatıdı. Müminler fakat Allah'ın koşuğunu. Bu mesele Kur'an'ın başka ayetlerinde mi tasvirleniyordu? Sure Tevbe'ninki 14. ayetinde "Qatiluhum uruşunla" dep bulup "Yu'azzibuhumullahu bi aydikum." Allah ularını sizlarning qo'linglar bilan azoblay. Yani müminlerde mesele şey yok bir yerde. Allah bilan ularni o'tirishdi urush. Müminler fakat asker, Allah'ın askerleri. Ularni xor qiladi. Ularga qarshi sizlarga yordam beradi. Mümin qavmning qalbiga shifola quradi. Bu şekilde isbotlayapti. Agar bu yerdagi jang müminlar bilan kufrning o'tirishdagi jang bo'lgan bo'lsa, "Wala yahzunkallaziina yusari'una fil kufr innahum la yadurrukum shay'an" dedi. Sizlarga zarar yetkazadi. Ya mesele biz emas, mesele müminlar emas. Mesele kufr, nifaq bilan Allohning o'tirisidagi mesele. Tabii ki bir taraf Allah o'g'inida, qarshi taraf asla onun taqabul turmaslıqıyla. Bu bizge nimri desanglar, bizge bir xotirjamlik masalaga qarata. Ishonch, ko'taranki ruh ato qiladi. Iymon teximiz ziyoda bo'ladi. Chunki bir taraf Allah Xoliq, yana bir taraf ojiz mahluqlar, kuffarlar. Mu'minlar desa faqat bu yo'lninki temsilchisi sifatida, bir askar sifatida bu yo'lda qanday qilinadi? İşletiladigan bir askarlar bas. Yani Allah Subhanahu wa Taala ma ayette bizning ishonchimizni oshirish uchun, ruhimizni ko'tarish uchun urushni boshqa bir masalaga qana qildi ko'tardi. Yani o'zining jaloli, o'zining kamoli, o'zining jabrutini kuffar qo'shinining oldiga qo'ydi. Mu'minlar faqat mush Allohning jaloli, jabruti, Allohning kamolitininki ifodalanish shakldagi Allohninki parvishi ostidagi bir top bas. Masala bu. Endi biz oyatning 5-dagi bir qismiga qaytaylik. Rasulullohni nima uchun bularninki sabni iniq qilishi, kufr tarafiga oldirishi bearam qiladi. Rasululloh o'zininki faqat yetkizgichi ekanligini bilmamdi. Chunki Rasulullohning vazifasi yetkizishdi. Başqalarning uningga qanday inkas qaytirishi, ovoz qo'shish, ovoz qo'shmasligi Rasulullohga bir tiyinlik ya foyda ya zarar kelmaydi. Nima uchun bular sab arib boshqa yoqqa ketsa, bular iymon aytmasa, masalan, bunda boshqa yo'mi bor? Rasulullohning da'vatiga ovoz qo'shmasa, Rasululloh nima uchun g'amga patadi? Nima uchun bearam bo'ladi? Desa, chunki Rasululloh bu sift bilan Allohga bo'lgan iymonning huzurini tetiqliq. İmanның halavatını tetiqliq. Çünkü o başqa bilmegen ishni bildi. Rasulullah cennetni ko'rdi deyli. U alemni ko'rdi deyli. Masalan, Mi'raj, Isra ve Qadr hem öylenge iniq. Başqalı ko'rmagan Jibrilni ko'rdi deyli. Başqalı bilmaydigan vahiylar Rasulullahga qanday qilib deyli. Bu qadar ahvollar Rasulullahga hech qanday shak qo'ymaydi. Rasulullahning o'zida masala yo'q. Bu yo'lni g'alba qildiganligi aniq. Bu yo'lninki asli ahirinin neyge hemmini bildi Resulullah. Andagan keyin Resulullah da bu yolga nisbeten acayip bir huzur, acayip bir halavat, acayip bir ishonch var. Resulullah o'zining merhametlik peygamber buluş bilen ummetidan bir adamning bu chalaqab qolmay o'zi his qilgan mushu tuyg'u, o'zi his qilgan mushu xotirjamlik va o'zi ishonch qilgan bu ishonchni ummetining har bir shaxsida ko'rishni orzu qiladi. Çünkü Resulullah'ın ki sübti, Kur'an'da tilg'anilgan sübti ve ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Resulullah bütün dünyaya, bütün insanlarga rahmat qilib avatilgan. Jibril alayhisolamning bir qatimliq Resulullahga degan mandaq bir voqelik var. Resulullah'ın qaşıq kelib dedi ki, Allah
qavmingning sana degan gaplarini angladi. Rasululloh da'vat qilayotgan dastlabki davrda. Ularning sana qaytargan inkosini, ifodalarini Alloh angladi. Alloh biladi buni. Sana tog' farishtasini avatdi. Sen bular haqida buyurg'in, xalqingni sana o'rindab turdi degan mazmun dedi. Şunlar Rasulullah deydi bu yerda. Meni tog' farishtalari, tog' malaikaları nido qilib, salom qilib dedik, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Allah meni sana avatdi. Men tog' farishtasi, tog' malaikasi. Sen buyurg'in, sening xalqingni men qilman. Agar xohlasang, bularning ustiga Axshabeyn degan tog'ning ustiga ko'p dim turmagan tog'ning ostidan bosib o'tgan. Payg'ambar alayhisalom deydi, balki Allah'ның bularning naslidan Alloh qilam ibodat qilib, Alloh hech narsani shirk keltirmaydigan bir avlodlarni chiqarishni umid qilaman. Rasululloh bu qadar marhamatlik. Ko'z oldidagi Rasulullohni voy yog'onchi, voy kazzab, voy sahir deb uni bilan bo'ldi qilmay yurtidan haydab chiqarib bu qadar aziyatni bergan kishilarga qarshi Rasulullohning bildirgan ifodasi bu. Rasululloh buning bilan bo'ldi qilmadi. Buning bilan bo'ldi qilmay bu adamlarni o kechirib o'tishdan boshqa kelgisi avlodlarining ichidan mandaq insonlar chiqsin. Buning hammasi Rasulullohningki nimasi? Marhamatlik. Rasulullohningki mehribonlik ifodalarisi. Başqa oyatlarda mı Qur'on-i Karimda hikoya qiladi Rasulullohning bu ahvolini sura Kahfning 6-oyatida fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Rasulullohning g'am qayg'usini ifodalayotdi. Bularning iymon etmaganligi uchun sen qayg'urishing mumkin deyotdi. Yana bir oyatda la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha nunazzil alayhim minas samai aya fadallat a'naquhum laha khadi'in. Sen nimde üzerine qiynaysan, nimde bir aram bulursa bir aram bulma. Allah halisa ularni mecburi boysundurup ötetti deydi ayette. Lekin bir gapini deyqirinmişler. Allah'ның halıqını igilgen, mecburi igilgen bu yan baş emas. Allah'ның isteydiğini, Allah'ның halıqını söygen qalb. Allah'ını özlügüdün suyup, özlügüdün tunup, özlügüdün aşık olup Allah'a kegen yürek. Ve bunun türküsü kılınған emel ibadet ve itaatle. Allah'ın halaydığını bu. Eğer Allah insandın, anda igilgen lan, boysunduğun lan bir nesini halis etti, malaikelige okşaş, bütün insanlığını yaratıp etse, malaikelige okşaş yaratıp etse, hemmeden Allah'ın mukaddesdeydiğin, tesbih edidiğin, öz tebit edin, kılçılek çıkmaydiğin, yaratıp taraydı Allah subhanahu ve teala. Allah onda kımmedi. Endi Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın ifadesi boyunca özünün ümmetinin hemmesininki iman eytip Rabbi bilen uçraşqa vaqtdagi huzur halovatini his qilishini, Rabbining manhajini hayotda tatbiqlagan vaqtdagi ularga keladigan baxt saodatini his qilishini, Rabbi tushirgan shariat, qonun, ahkomlarni hayotda tatbiqlagan vaqtdagi inson his qiladigan saodatni bille beraber his qilishni Rasululloh u qadar yaxshi ko'rdi. Rasulullohning intilişi bu. Bunuz Rasulullah'ı bularning kufr bo'lib ketganligi, dindan chekinganligi, kufrga aldırganligi Rasulullah'ning hech foyda ziyon yo'q. Ammo Rasulullah'ning o shakldagi intilishiga qarata an ma hozirgi oyat nim deydi: "Va la yahsunkallazina yusari'una fil kufr." Kufr tarafga aldırab mangan, o'zini oshkorlagan, sap ayirgan kishilar sizni bir aram qilmasin deydi. Bu yerden yeni bir bizge bildirmekçi olan nokta neymi dese Allah bizge şunu haber kılmakçı. Ey insanlar ma peygamberninki sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge olan muhabbeti o kadar ki deydi. Sizlerge olan muhabbeti, sizlerge olan merhameti, sizlerge olan mehribanlık o kadar ki sizlerinin ötküzgen hatalıkla bunu bir aram kılıdı davatıdı. Allah anşununla karşı sen bir aram bulma davatıdı. Sen bir aram bulma. Peygamber ümmetinin hemmege o kadar mehriban peygamber. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin bayatını okuduk bu ayet. Sura Enbiya'nın 107. ayet arkadaşlar. Resulullah'ın mehribanlık ümmetiga nispeten kuyumchallik ifodalarından birisi Resulullah'ın kıyamet günüsteki tutulgan mevqasi bizge yeterlik. Hadislerde bayan kılınan mazmunlarga göre kıyamet günüsü bütün ümmetler özlerinin peygamberinden kışığı vardı. Allah hemmeni rad qiladi. Resulullah'ның qishiga keladi. Allah Resulullah'ni ikram qilib, shafaatini qabul qilib, qiyomat kunisi hisob buning hammasini oldirdi. Chunki
o şunda bir ağır gün ki, o haşr günüsü şunda bir ağır gün ki, hamma taraflar aşı dozaq olsun bir kirketsek bir mesele ağırlık kessiyken degan hissiyat qilib payg'ambarlarni aralaydi. O payg'ambardan qochib boradi? Yo'q. Bu payg'ambardan qochib boradi, jur'at qilolmay. Oxiri Rasulullahdan qochib boradi. Rasululloh Allohning oldida shafaat qiladi, Alloh qabul qiladi. Mana bu Rasulullahninki butun dunyoga marhamatlik, rahmat payg'ambar ekanligining bir ifodasi. Biz deb o'tdik. Allah subhanahu va taolo obdan biladi Rasulullahning ummatiga bo'lgan bu qadar marhamatini. Ummatiga bo'lgan bu qadar bog'lanishini obdan biladi. Allah subhanahu va taolo Rasulullahning bu yerdagi ichki his tuyg'usini rahat tutish uchun Rasulullahga o kadar imtiyazını, o kadar va'dini bergan. Masalan, bir hadisda Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan kelgan hadisda Payg'ambar alayhisalom İbrahim aleyhisselam hakkındaki Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. İbrahim aleyhisselamның o'zining qavmi hakkındaki ular bekçi qadamni azdiryapti. Menga ergashganlar mendan degan so'zni tilovat qilib İsa aleyhisselamның o'zining qavmi hakkındaki in tu'azzifhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Agar azoblasang bandan, mag'firat qilsang sen aziz hakimdirsan. İsa aleyhisselamның duası. Bunu tilovat qildi Rasululloh Qur'ondan. Shu vaqtda Rasululloh qo'lini ko'tarib turib yig'lab ketdi qarindoshlar. Allah azza va jalla deydi ki: "Ey Jibril, Alloh obdan biladi, lekin ey Jibril, bag'in Muhammadning qishqa bag'in sallallohu alayhi vasallam. Robbing ondan so'g'in nimishqa yig'labdi? Obdan biladi bo'lmasa?" Jibril alayhisalom kelib so'raydi Rasululloh deydi Jibril aleyhisselamga. Jibril aleyhisselam Allah'a yetkazdi. Allah biladi. Ama şu vaqt Allah deydi ki: "Ey Jibril, Muhammadning qishig'i degan biz seni ummating haqqında rozi qilamiz." Ma Rasulullahninki ummatga bo'lgan mehribonligi Allohning Rasulullahning qalbini paraqlatganning bir ifodasi. İmam Muslim bu hadisni o'zining kitobida rivoyat qilgan hadis. Ondan başqa Rasulullah'ninki ummatiga bo'lgan kamali mehri shafqatning ifodalari boshqa hadislardan bayon qilinadi. Vahiy ma'lum mazgul uzilib qolgandan keyinki bir tushgan oyat va hammalar bilamiz. Vodduha. Shu oyatda nima deydi? Va la sawfa yu'tika robbuka fatarda. Allah Rabbing seni bir rozi bo'lsa deydi. Rabbing sana birdi, sen rozi bo'lsa deydi. Mush oyat haqida Ali radhiyallohu anhudan kelgan bir hadis var. Ali radhiyallohu anhu bu yerda deydi, Iroq ahliga. Iroqdagi vaqt o'xshaydi. Sizlar deysizlar, Qur'ondagi eng odamga umid bag'ishlaydigan oyat: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiruz-zunuba jami'an." Bu oyatni deysizlar. Ey Muhammed alayhisalom, ey bandalarim, o'ziga zulm qilib günah ma'siyat ishlagan bandalarim, sizlar Allohning rahmatidan umid uzmanglar. Alloh gunohlarning hammani kechirim qiladi degan oyat odamga eng umid bag'ishlaydigan oyat deysizlar, dedi. Ha. Lekin deydi Ali radhiyallohu anhu, lekin biz ahli bayt mana deymiz. Qur'ondagi insonga eng umid bag'ishlaydigan oyat qaysi? Va la sawfa yu'tika robbuka fatarda. Robbing sana beradi, sen rozi bo'lsa. Bu hadis hakkında sözler kirdim deydi. Bu ayet tushgan vaqtda Rasululloh dedi ki, ma ayet hakkında. Men ummatimdan bir odam do'zaxda qolsa rozi bo'lmayman deydi. Bu qadar Rasulullohga Alloh marhamat qilib, ummatiga bo'lgan mehri shafqatning ifodasi sifatida Rasulullohni qana qildi, rahatlatdi. Rasululloh. Demak, biz yuqorqi mazmunlardan Rasulullah'ның ummatiga bo'lgan o kadar bağlanışlıqını nayt iniq ko'ra olamiz. Rasulullah'ның o yerdagi ifodalariga, hissiyotlarini qaranglar. Allah Rasulullah'a va'da qildi. Biz sana birimiz rozi bo'lsa. Rasululloh dediki, "Ya ummatimdan bir odam do'zaxga qolsa rozi bo'lmayman" dedi. Buning o'tirini bog'lasak, Rasulullah'ның ne kadar bizga marhamatli ekanligini ko'ra olamiz. Endi bu oyatdimi Allah subhanahu wa taala yana bir qatim Rasulullah'ninki ummatiga qarata maydonini bizga ifodalab beryapti. Deyapti ki, "Ma payg'ambar o kadar marhamatli sizlarga munofiqlarning sap arig'idan bir aram bo'ladi. Shularnimi, hey mushular mushu yo'lning ichida qasulti deydi."
Əməliyyatda bularning bunda qilganning Rasulullahning bir kamchiligi emas bu yerda bu oyatda ifodalanayotgani. Rasululloh o'zining mas'uliyatini to'liq ado qildi. Va andakin oyatning oxirida Alloh texma xotirjam qilib, sizning hech ishing yo'q bu masalada. Sizlarning hech ishinglar yo'q. Sizlar mas'uliyatini ado qildinglar. Sen mas'uliyatini ado qilding. Masala bular bilan Allohning o'tirdiki masala innahum la yadurulloha shay'a. Ma şekilde texmo qanaqlı xotirjam qildiki, masala Alloh bilan buni o'tirdiki masala, bu Allohga hech zarar yetkazmaydi, sizning aloqang yo'q buni bilan. Degan shaklda mu'minlarni qanday qilyotdi, xotirjam qilyotdi. Endi bu oxiratga nima bir tarafga oldiradigan kishilarning bu qadar qilishda nima desa, buning oqibati qanday bo'ladi desa, oqibatni ifodalab Alloh subhanahu va taolo ularga oxiratda hech nasibi bermaslikni iroda qiladi va ularga buyuk azob bor dedi. Endi mishadin kallamizga to'qinishadigan bir mazmun chiqadi qarindoshlar. Oyatda Alloh ularga oxiratda nasibi qilmaslikni iroda qiladi desa, Allohning irodasi bu bo'lsa, oxiratda bularga nasibi bermoqchi bo'lsa, bularning Allohning irodasiga qarshi bir ish bo'lamdi. Ya'ni Alloh bularga oxiratda nasib bermoqchi emas, ya'ni bermaydi. Buni iroda qilganlik. Bunda deganlik bular har ishni shu Allohning irodasi bilan qildi degan gap. Buni chiqamdi bu yerdan desa, yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zi yo'l qo'ygan bir hayotdagi shariatninki o'zining prinsipi bo'yicha ijro qilishni xohlaydi. Bir prinsip qo'ydi hayotda, bir qonun qo'ydi, bir ahkam qo'ydi, bir shariat bekitdi hayotda. Mushuning ijro qilinishini xohlaydi. Mushuningga xiloflik qilgan Allohning prinsipiga xiloflik qilgan kishini Alloh azoblaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo mukallaf bandalardan shu yo'l qo'yib bergan prinsipni tatbiqlanglar deb buni talab qiladi. Endi bu yerda oyatning oxirgi ifodasida Alloh ma'ni iroda qiladi degan ifodada men tarjima qilgan vaqtda biroz farqli tarjima qildim. Bu illat yoki Allohningki shuni ko'zlashi shakldagi ma'no emas bu yerda. Bu yerdagi ma'no bularning oqibatini ifodalash ma'nosi. Oqibatini ifodalash ma'nosi. Bularning oqibati shu. Bularning kufrga bu qadar oldirib ketishda, bularning oqibati mashta bo'ladi. Oldirganning oqibati. Masalan, buningga men normal biznikiga ijtimoiy turmushimizning bir misol olay. Masalan, ham aydınlashtirish uchun. Dada balasiga o qadar yaxshilik qiladi. Balasini erkiltidi masalan, yo'l qo'yadi. Dadning mashta qilishi balaga nisbatan atog'in imtihonda masalan, imtihonda qilib qolsin, imtihondan o'tamisin degan uchun bo'lmaydi-da. Bala imtihondan o'tmaydi. Dadasi kelib dediki, "Men sana o qadar sharoitlarni imtihondan o'tamisin deb berdimmi?" Ba'da imtihondan o'tamisin deb berdimmi, yaratib berdimmi degandek bir savol qo'ya olsa masalan. Bu savaldagi tushunchada dadining irodasi, shuni ko'zlashi, shuni umid qilish ifodalanadi yoki men sana o qadar sharoitni yaratib berdim, sening oxirida erishgan oqibating, kelgan natijang bumi degan bir natija ifodasini ifodalaydi. Tabiiyki natija ifodasini ifodalaydi. Bu yerda Alloh subhanahu va taoloninki Alloh bularni manda qilishni iroda qiladi der ekan, endi demakchi o'g'ini bularning bu qilishining oxirgi natijasi shu. Masalan, buni Qur'ondan yana bir misol olaylik. Hammalar bilamiz, Musa alayhisolamning onasining qissasi Qur'onda bizga tunishliq qissa. Qissada Allah subhanahu wa ta'ala surah Qasasning 7-oyatida va awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayk wa ja'aluhu min al-mursalin degan bir shakl ifodalaydi bizga. Biz Musaning onasiga Musani emitkin, ensirab qolsang dengizga tashla, qo'rqma, bearam bo'lma, biz uni sana qaytarib beramiz, uni payg'ambarlarning qatoridan qilamiz deb va'da berdi. Endi mushu oyatdagi dengizga tashla ifodasi normal insondan birisi kelib Musa alayhisolamning onasiga yoki normal ayolga o'zining buvoq bolasini ko'tarib olgan holatiga qarab
balangdan ensirsen dengizga taşlar dese ona unumayın. Ama bu yerda bir vahiy şekilde geldi bu. Allah'tan bo'lgan bu vahiy şekilde tapşırıp eliş ne şeytanın fikri yoki bir insonning fikriga o'xshamaydi. Allah'tan bo'lgan ilham ne? Ma oyatning 5'deki ve uhayna ila ummi Musa vahiy şekilde deb ifodalangan Allah'ning ilhamı ekanligining aniq bir nimasi ifodasi. Allah ilham qilgan ekan shaytonning bu yerdagi orilishi va elish ahvoli bo'lmaydi. Shunga Musa alayhisolamning onasi bu nuqtani tushungan bo'lg'achqa darhol qana qildi, ijro qildi. Alloh xotirjam qildiki, qo'rqma, bearam bo'lma. Biz sana Musa alayhisolamni qana qilamiz, qaytirib birimiz da'vatidi. Endi qaytirib berganning birishning oxirgi ifodasida biz uni sana qaytirib birimiz. Nimishqa sen balanga amroq yoki balang sening ko'z qarchug'ing, yurak parang demedi. Anının bir yürek parisi buluştun başka Musa Aleyhisselam bilen Allah'ın oturduğu mühim bir iş var. Yani Musa Aleyhisselam'ın ki kelgüsü kılıdığan mühim bir hizmeti var. Bu manini Sur Taha'daki muşukkısının devamı yeni bir taraf ifadalıydı. İz evhayna ila ummike ma yuha. Biz senin ananga şu vahiy kıldık. Mezmun şu. Onu sandıkların içine koy, denizge taşla. Onu deniz qirqaqqa taşlaydı. Mening ve onun düşmanı bunu aladı. Men sana menden bo'lgan bir muhabbatni tashladim. Ve litusna'a ala ayni. Bu şekilde Musa Aleyhisselam'ın ahvali Sur Taha'da bir qitim tilg'anadi. Endi Allah Subhanahu ve Taala ma bulakda sal farqli ifodalanadi. Oldingi bulakda farqli ifodalanadi. Mesela aldığın bilekte korksan denizge taşla. Bu bir ameli bir korkunuş kelişini aldığındaki ideya cihetdeki tayyorlik meselesi. Çünkü ayada korksan denizge taşla. İkinci bilekte resmi icra haleti ifadelanamadı. Sen bunu sandıkta selep, aldığındaki bir ideya cihetdeki tayyorlik denizge taşlaşını kabul kıldırış avval. Avval ana balasının denizge taşlaşını kabul kılış gerek. İkinci bilekte resmi icra vakti. O kabul kılgamdan keyin qanda taşlash, akaplam taşlash qilmaydi. Bu ilg'atli qiynab. Sanduqqa sal, andagi dengizga taşla ve axiridagi ahvollar sizlar bayatdan anlagandek. Bu bir uzun jarayon men masalani yuritish uchun qisqartib qana qilyapman, da'vatman. Shuni bilan şu vaqt aslında Banu İsrail'nin bütün ballarını Fir'avnning askarlari o'g'il tug'ilib qolganlarning hammani o'ltirayotgan vaqt. Mecburi elib o'ltirdi. Allah Subhanahu wa Taala bu oyatda Musa alayhisolamni saqlab qoladigan bir masalalarni bayon qildi. Masalan, dengiz taşla, dengiz uni qirg'oqqa tashlaydi. Mening ma shaklda Allohning buyrug'ininki to'liq uyutidiganligi ve bir yerde başka meselenin yoklukı bilen anasını qana qilyotdi, xotirjam. Yani Musa alayhisolamni saqlaydiganligini qana qilyotdi, da'vatdi. Yani bu yerdeki buyruq ikki narsaga qarata. Birisi dengizga, Musa alayhisolamni qirg'oqqa tashlash buyrug'i. Tamam. Bütün cansız, canlıq narsalar Allah'ın buyruğundan sırtına çıkmaydı, tamam mı? Yeni bir buyruq mening ve onun düşmanı onu aladı. Düşmanga qanday buyruq qiladi? Düşmanga xotir kallasga tushgan ilham tariqasi buyruq qiladi. Mesela bunu Sur Qasas'dagi 9-oyatda bayon qiladi. Va qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak. Fir'avnning ayoli Musa alayhisolamni mening sizning balang olsun, ko'z qarchug'imiz olsun. Uni o'ltirmanglar, balki bizga bir foydasi tegib qolishi mumkin. Yoki bola qila olamiz. Buni bilmaydi ishning oxirida. Demak, endi bu yerda Fir'avnning kallasiga, dushmanning kallasiga, Allohning dushmanining kallasiga bir xotir shaklda qana qildi, tuzib oldi. Vaqalikmi shu. Endi men bugungi darsga munosabatlik tarafini manda ifodalamoqchi. Bugungi darsda munofiqlarning kufr tarafiga aldirishi, kufr tarafidan o'zining sepini kufr tarafiga yo'tkishi Allah ularga oxiratda bir nasibi bermaslikni iroda qiladi desa, xuddi Allah bularni şey ekib qo'ygandek bir savol chiqdi. Bayatdan chiqqan savolimiz shu. Bu yuzaki tushunishdan chiqayotgan ahvol. Ammo mening hozir bu Musa alayhisolamning bir muncha uzun hikoyalarini so'zlash orqali demoqchi bo'lganim nima desa,
Allohning bu oyatdagi Alloh ularga oxiratda nasiba bermaslikni iroda qildi degani faqat buning oqibatini bayon qilish uslubi. Bu yerda demoqchi o'g'lim shu. Ya'ni bular mana o'zining sepini kufrdan elish orqali Allohning qiyomat kunisi mu'min bandlarga hozirlagan nasibaga erish. Oqibati shu bo'ladi, natija shu bo'ladi deydi. Buni men nereden chiqardim? Nima uchun Musa alayhisolamning ne aloqasi bor buni bilan desa, Musa alayhisolamning o kadar ko'p qissalarini bayon qildik ya. Gerçi qisqarsaqma, shu qissalarning eng oxirisida bunda bir ifoda qo'llangan Alloh subhanahu va taolo. Masalan, biz anız qaşta vahiy qildik, dengizga tashladik, sanduq qilib dengizga tashlagan, dengiz uni qirg'oqqa tashlaydi, mening dushmanim oladi. Masalan, bu voqealiklar hammasidan keyin nima deydi desanglar, li yakuna lahu ma'duwan wa hazana. Musa alayhisalom bular oxirisi dushman bo'lsin shunday. Mishada ifodami shu. Musa alayhisalom Fir'avnga dushman bo'lsin uchun degan ifodani hamda boshqa yonda bo'lsak, Fir'avn bu qadar ishlarni menga dushman bo'lsin deb so'zlama uni. Musa alayhisalomni menga dushman bo'lsin deb qutqizib oldimi, o'ltirmay qolib qo'ydimi? Qur'onning yuzaki qaragandagi ifodasi bu. Ama mesele ne modu sanla Arap tildeki üçün ifadesi. Biz lam deyimiz, lam-ı ta'lil deyimiz. Lam-ı ta'lil mana ifadeleşçeyette. Bazıda sebepni ifadilese, közlügen nişan, sebep, arzu, ümitni ifadilese, bazı vakitte akıbetni ifadileydi. Muşnun okşan ifade. Yani bu yer düşünmek çoğunumuz ki Musa, yani Fir'avn maçta qilish orqali bunun oqibati manda oldu. Allah Musa alayhisolamning onasiga vahiyni qildi, ma vahiyni qildi. Musa alayhisolamning onasi Musa alayhisolamni tashladi. Fir'avn uni suzib oldi, balo qilib oldi. Natijada oqibatda Musa alayhisolam orqali Fir'avnning taxti vayron bo'ldi. Oxirsida Musa alayhisolam Fir'avnga dushman bo'ldi. Ma'ni ifodalamoqchi. Bugungi oyatda shuki, buning kayna kufrga oldirib, sepni arib, darhol musulmonning mag'lub bo'lganligini shunda ko'rablam. Voy endi buni tugaydi ekan degan nuqtaga keliblam, darro sep ayrishi. Anda Allohning irodasi degan nuqtadan tushunmaymiz, balki mushta qilganning oqibati, buning kelgusi uchraydigan natija shu bo'ladi-ki, qiyomatda bular, o dunyoda bular hech narsaga erishmaydi, buning oqibati shu bo'ladi va bularga katta büyük nim buludu, azab buludu degan ma'no chiqadi deb mushu nuqtani ifodalamoqchi chiqarinlar. Shunga boshqa ma'da mazmun jihati munosibatsiz, ama uslub jihatda dalil sifatida keltirilgan shaklda Musa alayhisolamning voqealigini bayon qildik. Amaliyotda mazmun jihatda bayatda so'zlagan Musa alayhisolamning voqealigininki bugungi oyatlar munosabati yo'q, faqat oyatdan olgan tushunchamizningki tushuncha uslubininki dalil sifatida bayon qildik. Chunki qarindoshlarımızın içinde Arap dili bilmeydiganlar nisbeten tushuntirib ketsak, hada tushunsin ama Arapça bildiganlar qarab bu yerda yuridulloh masalan, yuridullohu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah degan shunda nuqta qargandan keyin lamda qarmoqqa oddiy zohiriy tarjima qilgan vaqtimizda Alloh ulug'i qiyomatda bir nasiba qilmasni iroda qildi desa, xuddi bularning bu qiliqi Allohning irodasidagidek masalan. Allah şunu isteydigandek, bularni Allah şunu buyurgandek bir xil ahvol chiqib qolmasin uchun biz yuqorqi mazmunlarni qistirishga majbur bo'ldik va bir murakkablik shakllandi. Alloh subhanahu va taolo hammalarninki qalbini bunga qanaq qilsin, echvasin. Bugun vaqt munosabati bilan darsimiz mishada oxirlashadi. Inshaalloh 177 oyatni kela soatlik darsimizda o'qiymiz. Kela soat kirishgacha hammanglarni Allohga omonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.